Hoji aka, mashinani kattaligini qarang. Bunaqa katta mashinada shaharda oqib olib yurishga nima deysiz? Juda ham bahaybat, haqiqiy amerikanslar yaxshi ko'radigan, yoqtiradigan mashina. Mashinamiz Dodge Ram tomonidan chiqarilgan pnevmopoddeska knopkadan boshqarsa bo'ladi. Bu mashinani motori dizelda yuradi. Mana orqa tomonida katta bahaybat joy bor. Mana bundoq yopasizlar-da buni. Bundoq bossanglar, mana bunaqasiga ochsa ham bo'ladi. Bu pikap mashinani karxov uchun, ya'ni mashina tashish uchun ham ishlatishadi. O'sha paytda orqasiga treyler taqsa, qaranglar, bakovoy mamlaq qilib qo'yib ketsa bo'ladi. Haqiqiy katta trakda shuni ochishinglar bilan bunga oyoq qo'yib chiqmasdan iloji yo'q. Ichkarisida bo'lsa nimalar bor? Katta ekranimiz bor. Mana korobkasi, avtomatnik korobka, mana ikkita tomonda klimat kontrol knopkalari, katta mashina bo'lgani uchun orqasida kamerasi bor. Mana bundoq qilasiz. Akustika sistemasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar Harman Kardon ishlatilgan ekan. Eshiklarida bo'lsa yumshoq koja ishlatilgan. Sanjar aka, mana ancha yildan beri mana shu Ramni haydaysiz. Mana amerikanslarga o'zingizga ham buni nimasi yoqadi? Kattaligi, komfortligi, O'zbekistonda esingizda bo'lsa, Volgalar bo'lardi, bahaybat, kорабльda yurganda yurardingiz. Bunda ham xuddi shunaqa, o'zingizni shunaqa his qilasiz. Demak, yurishmazdi. Yurishmazdi, albatta. O'rtoqlar, mashina Ram Dodge yoqqan bo'lsa, videoga bitta like sizlardan.